Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugungi Jim Uzubi. Ya'ni eski kanalimizda Dream Uzubi deb ochilgan, to'g'ri, lekin Jim Uzubi deb o'zgartirdik. Bugungi videoda 100 kunlik vijvani olmoqchimiz ukam bilan. Yo, men bilan. Ya, uka, qizil ekan ishtoning, uyalmaysanmi? Men bilmayman, ben uzr. Shunchaki talashayapman. Xullas, короче, videoni qisqacha mazmunini aytadigan bo'lsam, biz bu vijvanida 100 kun tirik qolishimiz kerak. Qanday boshladik? Menda yog'och bor. Ko'mir bor ekan, bu yerda. Qarab chiqaman hozir. Ko'mir juda ham ko'p ekan. Bu degani ishimiz osonlashadi. Shunisi yomonda. Qanaqa o'yin deydiganlar uchun Craftsman Basic, ya'ni Minecraftning 1.10 versiyasi. Bu o'yin obzorini olib chiqamiz, ya'ni bu o'yinni qaytadan topsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi. Nimalar bor? Shu videoga atiga bor 20 ta like hamda 30 ta obunachi kelishi kerak. Biz ham 100 ming talab bo'laylik, 100 talab bo'laylik bolalar. Bitta obunani qizg'anmaylar endi. Sizlar bitta bosgan obunalar mening maqsadimga bir qadam yaqinlashtirsa, bu degani nima bo'ladi? Masalan, qisqacha mana shu bitta zinapoya yaqinlashaman. Ya har bitta YouTuberning orzusini bilsanglar kerak, YouTube tomonidan beriladigan knopkalar. Biz birinchi bo'lib kumush knopkani olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha tezroq ko'payishimiz kerak. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Qancha akkauntinglar bo'lsa yoki qarindoshlaringizga tarqatishingiz ham mumkin. Qarindoshlaringlar telefondan ham obuna bo'lib tashinglar, iltimos bolalar. 100 mingta bo'laylik. To'g'rimi? Stream yonishini xohlasanglar 30 dona obunachi. Men daraxt chopaman. Aniqrog'i 50 dona obunachi kerak. YouTube o'zi majburlaydi. Kattaroq baza qurishimiz kerak. Tosh ham kerak ko'proq. Yog'och chopaman. Mana Toshkentga ham. Voy, aytgancha. Voy Alisher. Yog'och mana qilib craft qilib olmagin a? Yo'q, craft qilmayman men. O'zim bitta chiroyli quraman. Katta bo'lsin. 100 kun ha. Ya? Agar 30 ta obunachi bo'lsa, shu uyni qanday qurishni ham o'rgataman men. Uyni qurish oson. Chiroyli qilib qurish. Au. Uyni shu yoq atrofda spamga yaqinda qur. Spam o'z qo'ydi. O, yerda orolcha bor eshida adashmasam. Adashmasangiz. Mana. Qani, mayoqqa keng. It bilan odam talpi bo'ladi hozir. Davay. Nima bo'ldi o'zi? Bechora. Yo, obunachilar shu toshlar ofshi nechta deb hisoblaysizlar, kommentga yozinglar. Men hozir olib aytaman. 8 ta toshim tashlab olib turamiz. Qani, ketdik. 29 ta tosh ekan, kim topdi? Kim nechta deb hisoblagandi? Chiroyli chiqadi uy. Baza katta, chiroyli, aynaqa. Yer tagida bo'lmaydi, yumroq. Biz yumroq qoziqlar emasmiz-ku. Biz odammiz, igrok, youtuberlar. Yangi videoda yerni ostida yashagan ko'ramiz. Bolalar obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'p obuna so'ravardik. Kommentdan so'ra. Kommentga obuna ham bo'linglar. Obuna bo'lmasa. Komment ham yozinglar. Obuna ham bo'linglar. Like ham bosinglar. Men sizlardan atiga 50 dona bo'ladi deb so'rayapman. Chunki
bitta stream yonishi uchun bizga kamida 50 dona odam kerak bo'lar ekan. Ashuni ham aktivimiz qancha bo'lishini yaxshi bilmaymiz. Shuning uchun 50 tadan oshib ketsa ham yaxshi bo'ladi. Menga bitta yo'q. Nimaga haqiqiy Minecraft o'ynamayapsiz desanglar, maslagiga bermayapti. Haqiqiy Minecraftda qandaydir bug bo'lyaptimi, tushunib bo'lmayapti, ulanib bo'lmayapti. Yo men telefonim chatoqmi? Ular shunaqa gaplar. Opit necha opit? Yarimdan oshib. Ua ha ha. 1,5dan oshdi. Подписывайся deydi. Menga bitta tosh topib yasab bering. Maki. Men bu ketishda konni yo'q qilib tashlayman. Nimagadir qorin ochmayapti. Yapon mocha degan darajada ishga bormadik-da. Yatim tushyapti. Bo'lay. Pastda panoh topamiz. Panoh. Apur. Arziydi. Versa tashqarida qolgan menimcha. Yo menda ekan. Qo'ying. Minecraft qanaqa o'yinligini bilmoqchi bo'lsanglar, u ingliz tilini o'rgatadigan o'yin. Mashinasini tashlaydi tezroq bo'ladi. Koreys, Xitoy, Yapon, Nemis, rus tili, lekin legenda ingliz tili. Chunki buni inglizlar yaratgan. Markus Persson, Notch. Uning qisqacha nomi Notch. Nacho chipslar. Nacho. Endi noto'g'ri tushunmaysizlar. Sal hazillashib turish kerak. Obunachi ko'payishi uchun menga bu. 50 dona voy. Attiga 8 dona obunachimiz bor bolalar. Shunchalik ham oz bo'lamizmi? O'zi kanalda o'zi 3 ta video, 4 ta video bo'ladi shu bilan. Iltimos bitta podpisatsiyani ayamanglar bolalar. Sizlardan hech narsa ketmaydi-ku. Agar qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi kontaktlar qachon, ya'ni birinchi bo'lib xabar topasizlar, qachon chiqishi. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana bu tosh bo'ladimi endi? Yo'q. Mana bu tosh. Ya. Chiroyli bo'ladi. Bo'pti, bir yayni qilma. Chiroyli bo'ladi. O'tgan uyimni ham mashq toshlarda qurganman. Mana shunaqa toshlar. O'tgan uying, biz yangi uy quryapmiz. Bu safar uyga kerakli hamma jihoz, anjom, shunga o'xshash narsalarni terib qo'yamiz. Keyingi qismida uyni qurish videosini olamiz. Kimga qiziq, kimga qiziqmas bilmadimmi? Mana shu yavash kerak. Necha tosh sindira olishini kommentga yozinglar. Kim topsa like bosaman topganlarga. Rostdan. Aytingmi? Aytsan qiziqib qolmaydi-da. Shuning uchun jim o'tir, tushundingmi? Aytovri, obunachilarga. Endi sal odam qiziqishi kerak-ku, odamlarga qiziq. Men 3 kun tinmay ishlab 1 kilo go'sht beryapman senga. 3 kun tinmasdan ishlab. 1 kilo go'shtning narxi ham oshib ketdi. Go'sht shu qilgan uyalmaysanmi? Go'sht qimmat olib ketdi-yu. Men o'sha go'sht ancha qimmat olib ketdi. Yog'och chopib kelganmisan? Nechta? 1 stagon 3 ta. Yetadi. Bizga ko'proq tosh kerak, ko'p. Pechkani ko'paytir. O'zi menda anaqa ko'mir yetmay turibdi, ya'ni pechka ko'paytir deysiz. Nechta qilib pechkani bo'pti? Yana ko'mir. Sen nechta ko'mir bor edi? Mendami? 9 ta. Ya, pechkalar uyi. Bugun hammani vaqtini cho'zmoqchi emasman, lekin hammalarni tabriklayman. Ro'za Ramazon oy tugadi hamda hayit boshlandi.
Bugungi kun nihoyatda ulug' kunlardan biri. Kim necha pul topganini so'ramay qo'yaveraylik. Men bir kunda masalan 55 ming topdim. Men bir kunda 95 ming topganman. To'yda. Yo'q, to'yda emas. To'yda ko'p pul topganman. Voy xudoyim, shuncha toshlar. Qancha tosh kerak? Bu kumga qurish kerak mana shu kumga. Nimaga Voy, zombi, voyda. uyga olib kelasan meni? Tezroq kel. O'ldiraman. Kimga ovqat? Zo'r ovqat tushdi. Nima dedi? Olmaydi-da. Qorin og'rig'i. Bel og'rig'i. Yo'q, shuncha ham tosh kavlaymanmi? Buncha toshga bitta qasr qursak bo'ladi. Menga hozir men ham kilka yasab olaydi. Kilka. Pickaxe. Ma toshlar. Qancha ko'p yozibsiz. Davay, endi temir topamiz. Yuring, ketdik. Temir hozircha shart emas. Aytdim, bugungi qismda biz uy uchun kerakli, ya'ni ba'zi uchun kerakli anjomlarni yig'amiz. Keyingi qismda tayyorlaymiz. Keyingi qism cho'zilib ketmaydi deb umid qilaman. Hozirgi qismdan cho'zilib ketyapti, chunki odamlarning vaqti oz. Kimdir ishga ketadi, kimdir o'qishga, kimnidir kursi bor, kimnidir ishi. Men bularga chiday olmayman. Davay, pechkani ko'ramiz. Qo'rqinyapti. Ke orqangni tutmay o'zim isitib qo'yaman. Mana isit. Nimaga otasiz? Voyay, o'laman. Bitta jon yo'q. Sen necha kilometr uzoqqa uchibording? Ya. Yog'ochlarga uxlatmadi. Uzoqqa uchiryapman lekin. Bo'ldi, hazillashdim. Yana 3 stak tosh bilan uyga kerakli narsalar tayyor bo'ladi. Keyingi qism shu video 30 ta like ili 50 dona obunachidan keyin chiqadi. Iltimos. Tezroq, ko'proq va juda 2 stak tosh qaz tezroq. Hammani vaqtini olmaylik. Lay. Men qazib bo'ldim. Nechta? 2 stak. Qani? Yo, sen super flashsan, mala. 2 stak emasga, yolg'onchi. 2 stak u 40 ta. Demak, obunachilar, bugungi qismimiz tugadi. Keyingi qism chiqishini xohlasangiz 30 dona like hamda 50 dona obunachini kutamiz. Qani keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr.